Qo'rquv olami kanalidasiz. Bugungi videomiz SCP-1529 tog' qiroliga qarshi SCP-096 uyatchan yigit. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz hikoyani davom ettiramiz. U oldingidek tiz cho'kdi, quloqlarini va ko'zlarini yopdi va hong-hong yig'lay boshladi. Ko'zlari esa hali hamon unga qarab turar. SCP-1529 esa dahshatli darajada kulardi. U bo'ldi qiling, bas qiling, yetar, ortiq chidolmayman derdi. Lekin uning har bir bu gaplari SCP-096 ni yanada kulishga majbur qilardi. U bo'ldi, bas, yetar deb baqirardi. Bu esa bu sening jazong derdi. SCP-096 shu payt o'sha tog' muhitini esladi. Xuddi o'sha qarash, xuddi o'sha ko'zlar. U turishi bilan SCP-1529 ga qaradi, lekin uning olovdek yonib turgan cho'x ko'zlari uni yana tiz cho'kishga majbur qildi. U o'sha ko'zlarga qarardi, yana o'sha holat, yana o'sha hudud, yana va yana o'sha ko'zlar. Bu narsa uning hayotida o'chmas iz qoldirgandi. Sayohatchilar nima qilishni bilmadi. Politsiyaga qo'ng'iroq qilishgan edi. Politsiyadan avtomatik tarzda ushbu narsa SCP jamg'armasi tomoniga o'tib ketdi. SCP agentlari keldi va bu yerdagi qonli urushni ko'ra boshlashdi. SCP-096 qandaydir nimalarnidir ushlayotgandek, uloqtirayotgandek bo'lardi. Lekin bu narsalar faqatgina uning xayolida edi. SCP-1529 esa shunchaki bir joyda turardi. Bu narsa juda ayanchli hodisa edi. Ular SCP-096 ga o'q uzishdi, lekin doimgidek o'qlar ta'sir qilmadi. Ular SCP-1529 ni qo'lga olmoqchi bo'lishdi, lekin bu xotning ham iloji bo'lmadi. Shu payt ular tushunishdi. Bu yerga undan ham xavfliroq anomaliya kerak. Maxluqni yo'q qilish uchun yanada kuchliroq maxluq kerak edi. Ular SCP jamg'armasiga yana bir bor bog'lanishdi va yanada kuchliroq anomaliya olib kelishni buyurishdi. Ushbu anomaliya esa SCP-001 prototip edi. Ular ushbu anomaliyani vertolyotda olib kelishdi va ushbu anomaliya birinchi bo'lib SCP-1529 ga hujum qildi. SCP-1529 chap berib qoldi. Shu payt SCP-096 ning azoblari tugaganday bo'ldi va u SCP-1529 ga hujum qildi. Zarba bu gal unga aniq tegdi. Uning bosh qismiga zarba tegdi. U juda uzoq masofaga uchib ketdi. U tezda uning ortidan yetib bordi. Lekin u deyarli jarohatlanmagandek o'rnidan turdi. Va sen o'z egangga qarshi chiqyapsanmi degan gapni aytdi. SCP-096 indamadi. Faqatgina juda baland baqirar va unga zarba berardi. Tinmasdan zarba berardi. SCP-001 prototip juda kuchli elektr shari hosil qildi va u ham SCP-1529 ga uloqtirdi. SCP-1529 bu zarbani qaytara olmadi. Kuchi juda hosillanib qolgandi. SCP-096 esa unga baqirar va tanasini shilib tashlashga harakat qilardi. Lekin tanasi ancha qattiqroq edi. Nihoyat barchasi tugagandek edi. SCP-1529 ga yakuniy zarbani berdi. Uning tanasi majolsizlanib qoldi. SCP-001 prototipni qo'lga olishdi. SCP-096 ham yig'layotgan edi. Ular uni tog' yaqinidagi bazaga joylashtirishdi va SCP-1529 boshqa qaytib kelmasa deb o'ylashgan. Lekin u qaytib kelishi aniq edi, chunki uning jasadi endi yo'q bo'lib qolgan edi. Bu yog'i yanada sirli bo'la boshladi. SCP-1529 qayerda va SCP-096 avvalgidek bo'ladimi yoki hali ham uyatchan yigit qiyofasida qoladimi? Bu savollar hammani qiynayotgan